Mamlakatimizda kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, uyushgan jinoyatlarga qarshi kurashish borasida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmat xodimlari bilan hamkorlikda viloyat miqyosida tezkor qidiruv va profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Jumladan, Telegram messenjerida Alfa nomli guruh ochib, o'zlarini shu nom bilan atab kelgan, Denov tumanida yashovchi, sportning turli yo'nalishlari bilan shug'ullanib kelgan, ko'cha yechimlariga aralashgan 6 nafar jinoiy guruh a'zolarining noqonuniy faoliyatiga chek qo'yildi. Jinoiy guruh yetakchisi Xolmurodov Sunnatullo Muzaffarovich 1998-yil Denov tumanida tug'ilgan. Guruh a'zolari Karimov Elbek Murodullo o'g'li 1998-yil Denov tumanida tug'ilgan. Ibodov Asliddin Karim o'g'li 1998-yil Denov tumanida tug'ilgan. Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi bilan sudlangan. Davlatov Azamat Alisher o'g'li 1998-yil Denov tumanida tug'ilgan. Jo'rayev Javohir Bo'ron o'g'li 1998-yil Denov tumanida tug'ilgan hamda 1989-yil Denov tumanida tug'ilgan D. Jumayev Bahriddin Normatovichlar joriy yilning 6-yanvar kuni soat 20:50 larda o'zaro bir guruhga birlashib, Skoda va Kia avtomashinalari o'rtasida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida o'zlarining tanishlari Skoda avtomashinasini boshqarganligi sababli uning sog'ligidan xabarlashish hamda u bilan to'qnashgan Kia avtomashinasini boshqargan shaxsga jismoniy bosim o'tkazish maqsadida Denov tumani tez tibbiy yordam bo'limiga kirib, sababsiz janjal ko'targan va janjal sababli muassasa ma'muriyati tomonidan ulardan muassasa hududida tartibni saqlashni talab qilgan. Ogohlantirish ishlari olib borilishiga qaramay, guruh tomonidan faol qarshilik ko'rsatilgan. Jamoat tartibini qasddan mensimasdan shifoxonada bo'lgan bemorlar va shifokorlarning tinchini buzib, shov-shuv ko'tarib, shu manzilda faoliyat yuritayotgan shifokor va jabrlanuvchining yuz qismiga qasddan urib, qorin qismiga tepib, tan jarohati yetkazgan. Gumonlanuvchilar Sunnatullo Xolmurodov, Elbek Karimov, Bahriddin Jumayev, Azamat Davlatov va Javohir Jo'rayevlar ushlanib, ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Davlatimiz rahbari Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida ta'kidlaganidek, so'nggi vaqtlarda qonundan o'zlarini ustun bo'layotgan tovlamachi, bezori to'dalar faoliyatiga butun jamiyat bilan birgalikda qarshi kurashamiz. Agarda ushbu jinoiy guruh harakatidan aziyat ko'rgan bo'lsangiz, ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilishingizni so'rab qolamiz. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi.